Hammaga assalomu alaykum hurmatli treyderlar. 100 kun ichida 10 dollardan 150 ming dollargacha challenge'imizni 20-kuni Xudo xolasa bugun ham take profit olishga harakat qilamiz. O'tgan safar ham take profit oldik. Bu safar ham inshaalloh take profit olishga harakat qilamiz. Qani bo'lmasam savdoni boshlaymiz. Mana xudo xolasa savdoni boshlaymiz. Kecha ham ko'rgan bo'lsanglar, foydani olib chiqib ketib quladik. Bugun ham xudo xolasa yo'q, yomon kelyapti. Tezda o'sha bugungi foyda maqsadimiz 4 dollar. Shu 4 dollarni shunday bozordan olib chiqib ketib uxlaymiz. Hozir bozordan 4 dollardan olib chiqib ketish problema emas, chunki balansimiz katta. Riskka amal qilgan holda ishlasak, yaxshi natija ko'ramiz. Hozir ko'ringlar, bugun foyda maqsadim necha dollar ekan. Yozib beraman-da, shu adashib ketmaydi. Mana endi sinaymiz. 20 kun 4 dollar ekan. 4 dollarga olib chiqib ketish problema emas. Hozirgi moment endi qolganini shu tezlashtirilgan kadrda ko'rib olsanglar bo'ladi. Obuna bo'lib qo'yinglar, kuzatishda davom etinglar. Like tugmasini bosib qo'yinglar. Qani bo'lsam ketdik. Ninja. Mana xudo xolasa yopib oldim bitimni. Ko'rayotgan bo'lsalaring ham oxirigacha chiqmadi. Zerikib ketdim bu qaranglar. Birinchisi resistance zona, ikkinchi resistance zona. Mana birinchi resistance zonani buzib qo'ydi. Mana ikkinchi resistance zona bo'lgandan keyin bu ikkinchi marta tegdi, shu resistance zonaga tegib reaksiya oldi. Va uchinchi marta ham mana reaksiya olyapti. Kuchli resistance zona bo'lib qoldi. Kuchli taklif zonasi. Shunga men hozir bozordan chiqib ketdim. Take profitimni 100% olib bermadi, lekin foyda qilib oldim. Mana hozir ko'rsataman. 3 ta bitim ochdim. Boshida sell ochdim. Keyin nima bo'lgandan keyin struktura o'zgarib ketgandan keyin slif debman. Minus bo'ldi. Mana 36 dollar, 25 dollar minus, и mana 79 dollar hozirgi bitimda, mana bitimda. Mana shu bitimdan 79 dollar. Mana hozir bugungi foyda 17 dollar 70%. Mana 17 dollar 70%. Bu hammasini mana kanalga tashlayapman. Kuzatib boringlar. Mana Golden Fund shu kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, inshaalloh sizlarni ham o'zimni ham foydaga chiqaraman. Mana ko'rayotgan bo'lsalaring stop loss olganlari ham bo'lyapti, take profit olganlari ham bo'lyapti. Stop loss olganlarini mana bunday qilib take profit olib chiqarib olyapti zararlarni. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Shu video tagiga like bosib qo'yinglar, kommentariyada savolinglar bo'lsa savollaringni yozsanglar, men sizlarga shu savollaringga javob beraman. Qo'llab-quvvatlab obuna bo'lib, like bosib tursanglar, xudo xolasa men shundan motivatsiya olib bu videoni xudo xolasa shu 100 kungacha bo'lgan nima desa bo'ladi. Men gapimni ham adashtirib olyapman. Shu 100 kun ichida qoldirmasdan har kuni video qilishimga sabab bo'ladi. Bu menga motivatsiya bo'ladi. Shunga sizlar like, podpiska
kommentariy yozib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, inshaalloh shu 100 kunda 150 ming dollar ham qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat. Kuzatganinglar uchun, oxirigacha videoni ko'rganinglar uchun sizlarga kattakon rahmat.